Assalomu alaykum do'stlar. Bu yana men, ya'ni Bek, Turner MLBB Uz. Darius va Alfa o'yinini ikkinchi qismi. Xo'p, endi kim yutadi? Birinchi o'yinda Ali Akbar yutqizib qo'ygan edi, ya'ni Darius. Bundan oldingi o'yinda ham men Dariusga anaqa qilgandim, ishongandim, ammo meni xafa qildi. Endi emblemalar o'zgarmagan. Yo'q, Dariusda o'zgarmagan, Alfada ham o'zgarmagan. Faqat Achisheniyaning o'rniga Atsipleniya olingan bu yerda. Olg'a do'stlar. 5 sekund до начала атаки. O'tgan o'yinda gapiraman deb chala qolgandi. Mana bu yerdagi krab, mana bu joydagi krab hamda mana bu tepadagi XP line'dagi krabni albatta urishga borish kerak. Birga bir shu kartada birga bir o'ynasanglar agarda. Sababi shundaki, mana bu yerdagi krab bilan liniya zoltadagi krab bilan liniya optdagi krabni ursa tezroq farm oladi. XP'dagi ko'proq opt beradi, zoltadagi esa ko'proq pul beradi. Farm va leveldan oldinga o'tib ketish imkoniyati katta bo'ladi. Eng boshida urish kerak buni. Masalan, hozirgi vaqtda Darius urish kerak, ana o'shini oyoq bilan, ammo yana o'sha xato, oyoq olinmagan Dariusdan. Hozir kill qiladi katta ehtimol bilan Ali Akbar. Hop, atsib bosib bir beradi deb o'ylagandim, lekin bermadi. Alfa bazaga ketdi. Bitta narsa aniqki, katta ehtimol bilan agar o'yin late-gacha cho'zilsa, ya'ni late-gacha emas, Alfa 3 ta predmet olishga ulgura olsa, Darius qiynaladi. Ancha qiynaladi. Sababi bitta xato Dariusda. Emblemani Bayet emblemadan olmagan, Ubitsa emblemani olgan. Mana shu holatlarda mana Alfa seni uryapti. Darius buni urib turib bu yoqqa kelib olyapti yana. Kutib turibdi. Undan ko'ra mana bu XP'dagi krabni yoki zoltadagi krabni olsa, leveli tezroq ko'tariladi. Farmi ko'proq bo'ladi. Hozir ulgursa Alfaga qarshi yaxshi atsib. Voy, хорошо, go'zal. Bu ketishda Darius farm bermaydiganga o'xshaydi. Yana bir narsa, mana bu Darius hozir mana o'sha dominantlikni qo'lga oldi. Mana bu yerga bashnani bu tarafiga o'tib olib, minionni urib, Alfa bu yoqqa chiqqanda mana bu yerdan keladi baribir. Bu yoqdan ketkizmaslik kerak, o'tkazmaslik kerak bu tarafga. Bafga borsa bafga, bu yoqqa kelsa bu yoqqa kelib, Alfani qiynash kerak. Ana o'shanda voy, хорошо, yana bir kill. Ana o'shanda даже late-ga chiqa olmaydi. Late-ga chiqqan taqdirda ham 3 ta predmet olganda Alfa, Darius 4 ta yoki 5 ta predmet olib ulgurgan bo'ladi. Shuni hisobiga Alfada imkoniyat qolmaydi. Davay, Darius. Voy, xaraosh. Atsipkada ekan, o'shuning uchun qaytdi. Agar atsip bo'lganda qaytmagan bo'lardi. Chunki ultasi bor, ikkalasining ham ultasi bor. Dariusdagi bitta xato ana o'sha emblemadagi Bayet emblemani olmaganligi, atsip 20 sekund xato bo'ladi. Hozir kirish xato bo'ladi. Qizil buffni urish kerak yoki narigi tarafga o'tib olish kerak. Alfa bu yoqda tinchgina farmini qilyapti. Qizil buffga kelyapti. Dariusni ko'rdi, qaytib ketdi. Siniga boradi endi. Darius qizilni olib, menimcha, по-моему, siniga borsa kerak. Bu o'yinni o'yin vaqtida. Voy, хорошо, men shuni bilardim. Atsipni bekorga olgani yo'q. Bu o'yinni gapim chala qoldi.
Yozib olish mobaynida farqlab boryapman. Avval o'yinni yozib olib, keyin ovoz berayotganim yo'q akalar. Aybga buyurmaysizlar. Xato va kamchiliklar bo'lsa, alfa pamoyim yo'q. Taxminan o'zbekcha gapiraylik, o'zbekmiz-ku. Bir ikkita predmet olishni kutyapti. Xo'p, predmetlarga keladigan bo'lsak, Darius 3400 farm, alfa esa 2000 so'm farm. So'mda gaplashaylik, o'zbekmiz-ku. Voy, bu yerda yana bir kill. Uzr so'rayman, do'stlar. Ko'rmay qoldim. Bu o'yin katta ehtimol bilan Dariusning g'alabasi bilan tugadi. Bu o'yin alfada shans yo'q. Agar Darius xato qilib leydgacha imkoniyat bermasa, Dariusga, alfaga. Yo'q, qatib qoldi. Hech qisi yo'q. Imkon qadar farm bermaslik kerak. Qanaqa? Minionlarni o'rtaga borgunigacha shans berish kerak. O'zi bashnani bu tarafida yurish kerak. O'shunda alfaga minion kelmaydi. Bufflarni esa o'zi urib yuradi. Ya'ni yo minionni urmaslik kerak Ali Akbar. Xato qila ko'rmang, maslahatim urmang. Yo'q, uryapti. Afsuski meni eshitmayapti bu Darius. Agar Darius hozirgi vaqtda bashnani ichiga kirsa, o'lib ketish ehtimoli katta. Ana shu bu yoqda siniy buffda, misol uchun qizil buffni urib turib, siniy buffni atrofida kutib turish kerak alfani. Iloji yo'q chiqadi, farm olish kerak. Minionlarni esa mana bu xato bo'ldi lekin. Mana bu xato bo'ldi. Chunki katta pul beradi. 2 farm lekin yo'q. Imkon qadar o'lmasdan o'ldirish kerak. O'yin o'zgardi. Birinchi o'yinda boshqacha bo'lgan edi. Alfa ult bermayapti. Nega? Predmetlar. Demak alfa xato qilyapti. Oyog'ini bitkizish kerak. Raz oyoq oldimi? Oyog'ini bitkizish kerak. Fizический zashdan oyoq olish kerak. Ali Akbar xato qilmang. Urmang buni, urmang. Farm qilishiga imkoniyat beryapsiz-ku. Oyoq ham olish kerak. Ali Akbar imkoniyat beryapti alfaga farm qilishiga. Ko'p emas, ozgina farm yetadi alfaga. Urmang, yo'q. Bashniyasining ichida ham urib o'ldirib chiqaman deyapti menimcha bu Darius alfani. Ko'ryapsizlarmi? Mana oddiy narsada alfa bu yoqda turyapti. Farm olyapti. Farm olmayapti emas. Agarda siniy buff bilan qizil buffni urib, minionni umuman urmasa yoki bo'lmasa minionni atrofida bu tarafiga o'tib olib, alfani kutib tursa, siniy bilan qizil buffni doimiy urib tursa, alfa qayerdan farm oladi? Liniya opt bilan liniya zo'lta mumkin emas. Birga bir o'yinda shunaqa bo'ladi. Qaranglar, mana minion boryapti, alfa bemalol towerda turib, full uron Darius shu sababdan bora olmaydi. Towerning ichiga kira olmaydi, push ham qila olmaydi. Hozir bir marta o'ldirib turib alfani kirib olish kerak mana bu yerga. Alfa chiqishiga o'ldirish kerak. Chiqmaydi hozir alfa, umuman chiqmaydi. Darius esa farm qilib yuraveradi. O'yin qancha cho'zilgan sari shuncha alfa farmga chiqadi. Minionni urmaslik kerak Darius. Afsuski eshitmayapti. Voy, mana ikkinchi predmetni oldi. Agar alfani aqli bo'lsa, oyog'ini bitkizadi. Hop, bo'ldi, bitta uron oladi. Qolgan hammasiga zashta oladi. Alfaga qarshi, Dariusga qarshi gibridning bo'ladi-da. Atib ketdi.
Juda ko'taradi, hozir Darius o'ladi. Vampirizm ham uncha kuchli emas. Birinchidan vampirizm uchun predmet olinmagan, ikkinchidan emblema ubitsaniki. Alfada Darius nimani Bayesni emblemasi. Bormaslik kerak. Qo'y berish kerak minionlar ustiga. Aytdim-ku mana shu uje mana xato qilishni boshladi. Alfa uje farmga chiqishni boshladi. U darajada katta farm kerak emas Dariusni yurish uchun. Qo'l anti-heal olyapti, lekin anti-heal olishning umuman keragi yo'q. Sababi Darius vampirizmga yig'mayapti, faqat uron yig'yapti. Nabrot fizический zashta olish kerak edi. Chunki Dariusda fizический uron, alfada чистый uron. Alfadagi чистый uron hisobiga bu yerda mana shu yerlarda mana bufflarni urib, astoydil alfani kutish kerak. Red team turret has been destroyed. Minionlarga umuman tegmaslik kerak. Farm qilish uchun minionlarni uryapti, lekin xato qilyapti. Mana shu bola xato qilyapti. Shuni hisobiga farm oldi, shuni hisobiga ikkinchi predmetni oldi. Agarda o'sha narsani shansini bermaganda, hozir 12-levelga chiqqandan keyin o'ta tez vampirizm bo'lib ketadi. Chunki birinchidan anti-heal yo'q. Ikkinchidan alfa o'zi shundoq ham vampirizm kuchli gero. Kirish xato. Alakbar. Uje 12-level butundan keyin mazasini qochiradi. Sen bo'lish zashta yo'q. To'g'risi zerikdim. Bu o'yinni ham taqdiri aniq katta ehtimol bilan. Zashta teshadigan. Red team turret has been destroyed. Endi aql ishlayapti menimcha Ali Akbarni. Ko'rib qoldi Ali Akbar, ko'rib qoldi. Ko'rib qoldi. Uji bo'ldi. Ketmaydi Dariusni. Alfa kelaveradi. Yo, malades. Dariusdan comeback bo'ladi ekan. Alfa comeback. Mana ko'rdinglarmi? Minionni urmadi. Men aytgan narsa bo'lyapti bu yerda. Minionni urmadi. O'sha alfa chiqishga majbur. Даже mana bu yerda cho'chitib ham qo'ydi o'yinni. Atsep 30 sekund ekan. Endi mana shu yerda tezroq urib yuborish kerak. Alfa ulti bilan keladimi? Darius aqlli va o'yin tugadi. Malades Darius. Bu safar men adashdim. Bu yerda yaxshi variant.